27-oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda paxta dalasi yonidagi ariqqa tushib turgan 6 nafar kishining suratlari tarqaldi. Suratda ko'rinib turibdiki, 6 nafar xodim qaysidir aybi uchun jazo sifatida tizzasigacha ariqdagi suvga tushirib qo'yilgan. Kun.uz'ning surishtiruviga ko'ra, mazkur voqea Namangan viloyatining Uchqo'rg'on tumanida ro'y bergan. Namanganlik foydalanuvchilarning ijtimoiy tarmoqda yozishlaricha, suratda tasvirlanganlar fermerlar emas, davlat tashkilotlarining boshliq o'rinbosarlari bo'lgan lavozimdor shaxslardir. Fotosurat maxsus dasturlar yordamida tekshirib ko'rilganida, u fake emasligi, u montaj qilinmagani, original ekanligi aniqlangan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi o'zining Facebook'dagi sahifasida ushbu rasmda suratga olingan joy va sharoitni aniqlashga yordam beruvchi har qanday ma'lumotlar haqida xabar berishingizni so'raydi, deb xalqqa murojaat qiladi va bog'lanish uchun telefon raqamini ham qoldirgan. Kun.uz tahririyati ham fuqarolarni bu tarzda tahqirlash, ularning huquqlarini poymol etish fakti yuzasidan o'z surishtiruvini boshlagan.